Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Navbatdagi obyektimizga tunukaga tayyor holatga olib keldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Hop, bundan tashqari katta to'yxona, katta molxona, zavod, fabrikalar ustini konteyner profillardan qurib bitkazib beramiz. Bu joyimizni eniga 6 metr, aylanasiga 35 metr joyga berdik. Firmalarimiz orasiga keladigan bo'lsa, firmalarimiz orasi har 1 metrdan qo'yilgan. Reykalarimiz orasi har 65 santimetrdan qo'yib berganmiz. Hop, bu joyimiz narxiga keladigan bo'lsa, bu joyimiz narxlari 1 kvadrat metr 180 ming so'mdan uy egasiga qilib beryapmiz. Tunikasini olib kelib beradi. Qatirib bitkazib beramiz. Tunikasini yopib berishi ichida bo'lyapti bu joyimiz. 1 kvadrat 180 ming so'm bo'lyapti. Shunday. Hop, bu tarafimizda boshqacha hisoblaganmiz. Kottej darvozaxonasi hamda kottejni ustini ham konteyner profillardan qilib beryapmiz. Bu joyimiz 220 ming so'mdan 1 kvadrati bo'lyapti bu tarafi. Pastga firmalarni tayyorlab qo'yganmiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Hop, katta angarlar bo'lsa ham, xudo xolasa chiroyli holatda qilib beryapmiz. Angarlarda ham, boshqacha usulda tomlarda ham. Xullas, temirdan nimaki bo'lsa, tomini aytgan fasonida, aytgan usulida qurib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.